Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va kanalimizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Sizlarga navbatdagi sotuvdagi uyimizni obzorini boshladik. Uyimizni lokatsiyasi Farg'ona shahar, eski Glaf pochta, Xalq banki, Dilobar yaqinida, Ideal maktabidan o'tganda chap tomondagi novostroykamiz, 9 etajli novostroyka domda, 4-qavati, 1 va 2 etajlarni o'tirarida hisoblaganda 2-etaj bo'ladi. Uyimiz mana kirish qismi. Studiya qilib koridorda kuxnaga qo'shib olingan ekan. Uyimiz 3 xonali, 75 kvadratdan iborat. Uyimiz mana kuxnalari. Ko'rishingiz tashqi tomoni mana. Uyimiz 100% remontdan chiqqan. Uyimizda barcha jihozlar qoladi. Xolodilnik, televizor, kuxna stol-stullar, gilam pardalari qoladi. Bu tomonimiz mana bitta detskiy. Eski qismimiz. Buradan chiqqanda o'ng tomonimiz mana spalni kattalar uchun. Mana balkon qismlari ko'rsatamiz mana balkon. Balkonlari bor. Ko'chaga yo'l tomonga qaragan. Uyimizda 25 ming AQSh dollari krediti bor. Oylik to'lovi 4.700 ming so'mdan kredit to'lovi bor. Xohlovchilarga kreditini to'lab ketishga ham beriladi. Kreditini yopib berishga ham berilaveradi. Kreditini to'lab ketish uchun 20 ming kami bor deb belgilayapmiz. Albatta kelishiladi. Xohlovchilarga kreditini ham yopib berishimiz bera olamiz. Xo'p, uyimiz qiziq bo'lsa, ma'lumotlarni, telefon raqamlarini qoldiramiz. O'shaningizda aloqaga chiqishlar mumkin bo'ladi.